Bugun Qo'shtepa tumanida katta bir bayram, Navro'z bayrami nishonlanyapti. Mana shu yerda Qo'shtepa tuman hokimlarimiz bo'lib o'tayotgan jarayonlarni mana o'zlari Sardor boshlanchi Salohiddin Hafsana Jahon Hafsana bahor keldi deb ancha o'zgaribsana. Abror Hafsana Jahon Hafsana kiyiming katta, ko'rmay qolsana. Akbar Ali Hafsana Jahon Hafsana iftorlik qilaman deb ushalib qolsana. Sardor Hafsana Jonim Hafsana Navro'z bahona qilib maktabga bormabsana. Abrorbek Hafsana Jahon Hafsana shuni sumalak qilaman desa, boshimandan debsana. Abrorbek men sizni o'xshatdim. Nimaga? Ninaga. Nina bo'lsam nima qilardingiz? Yuqori qolmay deb orqasidan ko'chib olardi. Abror so'rashyapti. Sardorxon men sizni o'xshatdim. Nimaga o'xshatdingiz? Dazmolga o'xshatdim. Dazmol bo'lsam nima qilardingiz? To'kka suv qo'yib, qiziganingizni bilish uchun betingizga tupurib o'tirardim. Abrorbek men sizni o'xshatdim. Nimaga o'xshatdingiz? Uzun terakka o'xshatdim. Terak bo'lsam nima qilardingiz? Sayizdan chopib tashlardim. Sardor men seni o'xshatdim. Nimaga o'xshatdingiz? Televizorga. Televizor bo'lsam nima qilardingiz? To'kka suqib antanaga uloqdan pichirlatardim. Bugun Qo'shtepa tumanida katta bir bayram, Navro'z bayrami nishonlanyapti. Mana shu yerda Qo'shtepa tuman hokimlarimiz bo'lib o'tayotgan jarayonlarni mana o'zlari Sardor boshlanchi Salohiddin Hafsana Jahon Hafsana bahor keldi deb ancha o'zgaribsana. Abror Hafsana Jahon Hafsana kiyiming katta, ko'rmay qolsana. Akbar Ali Hafsana Jahon Hafsana iftorlik qilaman deb ushalib qolsana. Sardor Hafsana Jonim Hafsana Navro'z bahona qilib maktabga bormabsana. Abrorbek Hafsana Jahon Hafsana shuni sumalak qilaman desa, boshimandan debsana. Abrorbek men sizni o'xshatdim. Nimaga? Ninaga. Nina bo'lsam nima qilardingiz? Yuqori qolmay deb orqasidan ko'chib olardi. Abror so'rashyapti. Sardorxon men sizni o'xshatdim. Nimaga o'xshatdingiz? Dazmolga o'xshatdim. Dazmol bo'lsam nima qilardingiz? To'kka suv qo'yib, qiziganingizni bilish uchun betingizga tupurib o'tirardim. Abrorbek men sizni o'xshatdim. Nimaga o'xshatdingiz? Uzun terakka o'xshatdim. Terak bo'lsam nima qilardingiz? Sayizdan chopib tashlardim.
Sardor, men seni o'xshatdim. Nimaga o'xshatding? Televizorga. Televizor bo'lsa nima qilarding? Ko'kka siqib antanaga unamasdan pichirlatardim. Oo. Kaçınca? Onu asosiy kağıdı. Ne oldu? Tamam. Xudo bergan ozgina nafasda boshlab turing. Bu Rossiyadan keldi bu oyatlar. Mana bittasi bu ko'rayotgan kelgan. Oppoq qilib yo'qotdi. Bunisi endi birinchi oyatlar. Yaxshi qarsangiz bu yerdan murojaat qilinglar. Qani keldik. Mana shunday sho'ra o'ynaymiz. Qani
Ha, bog'chami? Navbatdan bag'imay. İkinci bog'cha. Tabii. Mana ne qilgan? Maktab. So'ramay, doktora bo'lsa. Sizlar bayramlar bilan. Bu nechinchi maktab? 11-chi maktabda o'quvchilari tomonidan o'zbek milliy taomlari. Malades. Maktab. Bu ham maktabmi? Ha? Nechinchi maktab opa? 33-chi maktab. Mana. Milliy taomlarimiz, milliy. Assalomu alaykum. Bayramlaringiz bilan. Yaxshi ko'z, yaxshi nazar bilan tomosha qilamiz. Chiroylicha Halisiz. Mujahidsiz? Assalomu alaykum. Bunu alıp koyalım. Yapmayın. Ha, kenarı yani bu Rahmat, yaxshi charchamayapsizlarmi? Ha, rahmat, yaxshi. Rahmatlar sizlar. Qaysi hunarmandchilik? Universal Plus. Soy bo'yi universal. Oy bo'yi universal plus. So'g'ay universitet. Mana chiroyli do'konlar. Chiroyli ishlarni qilishibdi mana. Xalqimizga bahor bayramiga qizlarimizga Yüreğimden kaynat çıkan mahabat Günden günge kaygı gamlar daratan Assalomu alaykum. Bayramlar bilan. Rahmat. Charchamayapsizlarmi? Yüreğimden Vale, qachon ishlaysiz? Bize boşlayamaz. Ha, 6:30'da hech kim yo'q edi. 7'de gitvardı. Rang kelib. Şkolya to'liq o'tini o'chirib qo'ydi. Qachon pishadi? Bo'lishdi. Nimlaymiz siz ko'ringdi. Yaxshi, lekin yoshligimizda 24 soat aylanardik-ku. Kechasi bilan qolardik-ku. Yerlar ko'rdi. Sizlarni o'zida pishirdi. Bismillahirrohmanirrohim. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Yo, hali betar qilganlar yo'q. Yo'q. Dimlasingizga zararda. Men yolg'on gapiraman. Endi soatda sumalab pishganda endi Yo, 1 soat. shu yoshga kirib endi eshitdim-da. Har boshdan o'tdi. Qiling yuzga borib pishirib beraman ekan. Hali iftorda tatib ko'ramiz.
aka yoningizda jo'naga mana aytlar. Hurmatli qo'shtepaliklar, avvalo siz azizlarni va siz orqali butun tumanimiz ahlini qadimiy va navqiron bo'lgan ulug' ayyom Navro'z umumxalq bayrami hamda muborak Ramazon hayit bayrami bilan samimiy muborakbod etaman. Bu yil Navro'z ayyomi muborak Ramazon oyining xayr, saxovat va sabr qanoatga chorlovchi kunlari bilan, ayniqsa Ramazon hayiti shodiyonasi bilan bir vaqtga to'g'ri kelayotgani bayramlarimizga yanada chuqur ma'no bag'ishlamoqda. Bu xalqimiz qalbidagi mehr-shafqat, bir-birimizga bo'lgan hurmat va e'tiborni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Navro'z bu shunchaki fasllar almashuvi emas, bu inson qalbining uyg'onishi, ezgulik va yaxshilikka intilish, tabiat bilan hamohang yashash, yangilanish va poklanish timsolidir. Bu ayyomda yer yuzi go'yo nafas oladi, tabiat uyg'onadi, inson qalbida ezgu orzu-umidlar yanada yuksaladi. Yurt ravnaqi uchun sidqidildan mehnat qilish, muhtojlarga yordam qo'lini cho'zish kabi oliyjanob qadriyatlarni yana bir bor anglatadi. Asrlar davomida ajdodlarimiz tomonidan asrab avaylab kelingan ushbu bayram xalqimizning ma'naviy dunyosi, milliy tafakkuri va hayot falsafasini o'zida mujassam etgan noyob qadriyatdir. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, milliy qadriyat va an'analarimiz bu bizning ma'naviy ildizlarimiz. Ularni asrash va rivojlantirish esa kelajak avlod oldidagi muqaddas burchimizdir. Muhtaram tadbir ishtirokchilari, bu yil tumanimiz hayoti yana bir muhim sana bilan ahamiyatlidir. Xususan, Qo'shtepa tuman tashkil topganining 100 yilligi nishonlanmoqda. Yurtimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shib kelmoqda. O'tgan 100 yil davomida tumanimizda katta o'zgarish va yangilanish amalga oshirildi. Bugungi kunda Qo'shtepa tumani iqtisodiyot, qishloq xo'jaligi, ta'lim, madaniyat va ijtimoiy sohalarda izchil rivojlanib bormoqda. Bu esa avvalo tumanimizning ahlining mehnati, sabr-toqati va fidoyiligining 750 milliard so'mga. Ko'rsatilgan xizmatlar hajmi 1,5 trillion so'mga o'sish sur'ati esa 114.5% tashkil qildi. Jumladan Qo'shtepa tumanida investitsiya yo'nalishlarida 22 ta loyiha orqali 124.2 million dollar xorijiy investitsiya o'zlashtirilib, 82 ta loyiha